Judayam yaxshi. Videomizni ham joylab oldik. Mana bizni kanalimizni kuzatib boring. Iloji boricha mana playlistlar bo'limiga kirsangiz, bu yerda bo'limlarni alohida qilib qo'yganmiz. Bu yerda kompyuter savodxonlik kursi bor. Bu kursga kiradigan bo'lsangiz juda ko'plab ma'lumotlarni o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Bu maktab rasmiy web sahifasi bo'lganligi sababli bizning maktabimizdagi ko'plab videolarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda maktabimizda bo'layotgan tadbirlar va maktabimizda bo'lib o'tgan har xil seminarlar va hokazolar ham mavjud. Bular ichida kompyuter savodxonlik kursi bilan bir qatorda texnologiyaga oid bo'lgan videolarni ham bu yerda jamlaganmiz. Bu yerda ko'plab foydali resurslar bor. Albatta kanalimizni kuzatib borishingizni tavsiya bergan bo'lardim. Ana endi bugungi darsimizni davom ettiramiz. Xo'p, o'tgan darsda mana bu tugmalar haqida o'rgangan edik. Mana bu tugmalar haqida. Bular demak, menimcha o'zingiz bajarib ko'rib, qandaydir malaka ko'nikma hosil qilgan bo'lsangiz kerak. Endi bugun undan farqli o'laroq mana bu tugmalar bilan o'rganamiz. Ya'ni matnni tahrirlash va nusxalash. Ya'ni matn bilan ishlash jarayonida osonlashtiruvchi kombinatsiyalardan foydalanishni o'rgataman. Ya'ni bu yerda asosiy tugmalarimiz qaysilar? Ctrl C, Ctrl X, Ctrl V, Ctrl A, Ctrl K harfi. Bular nima amal bajarishini birgalikda ko'rib chiqamiz. Ya'ni C copy dan olingan, X bu yerda cut ya'ni qirqib olish va paste, A da esa belgilash kabi amallar bajaradi. Keling, amalda bajarib ko'rsatib beraman. Masalan, birinchi o'rinda Ctrl A ni bosib ko'ramiz. O'tgan darsda aytdik, Ctrl plus A keldimi, demak, avval Ctrl ni bosib, qo'yvormagan holatda kerakli tugma bosiladi. Ctrl A. Mana bosamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, barcha hujjatni belgiladi. Ya'ni Ctrl A, Ctrl Al holatda keldi. Barchasini belgilab oldi. Barchasini belgilashdan maqsadimiz nima? Aytaylik, uni o'chirib yuborgimiz kelar yoki bo'lmasam hammasini rangini o'zgartirib qo'ygimiz kelar yoki jирный qilgimiz kelar yoki hammasini mana bu bo'limdan foydalanib barcha matnni bir vaqtning o'zida mana bu tugmani bosib uni kattalashtirishimiz kelib qolar, misol uchun, yoki kichiklashtirgimiz va hokazo. Xullas kalom, Ctrl A ning foydali tomoni listning hammasini belgilab oladi. Shu o'rinda yana bir narsani tushuntirib o'tmoqchiman. Sichqoncha bilan ishlashni ham biroz inson o'rganib olishi kerak. Word dasturida ishlash jarayonida ham, masalan, mana sichqonchamizni mana bu joyga qo'yib ko'rsatib beraman. O'tgan darsda aytdik, bitta matnni belgilashlik uchun biz sichqonchaning chap tugmasini 2 marotaba tez bosishimiz kerak mana. Agar bir nuqta, ya'ni bir abzasni belgilash uchun biz sichqonchaning tugmasini 3 marta bosardik, tez mana. Ko'rdingizmi mana? Bitta abzas. Endi bu yerda hozir hammasi abzaslarimiz juda ham qisqa bo'lgan ekan. Aytaylik, 5-6 qatorlik abzasli matnlar ham bizga uchrab qoladi. Keling, hozir kompyuter xotirasidan bironta hujjatni ochib ko'ramiz. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, bu yerda mana bu bitta matn hisoblanadi. Nima? Matn debman, uzr. Abzas. Endi mana shu bir abzasni belgilash, biz aytdik, sichqonchaning 3 marta tugmasini bosishlik bilan amalga oshadi dedik. Mana bosib ko'ramiz. Ko'rdingizmi? Bir abzasni, mana shu qismni belgilab ol yoki mana 3 marta bosganda mana. Ya'ni 2 marta bosganda bitta so'z, 3 marta bosganda bitta abzasni belgilaydi. Bu ham albatta juda ham kerakli narsa hisoblanadi. Aks holda biz uni belgilash uchun sichqonchani o'rniga klaviaturadan foydalanishimizga to'g'ri kelib qoladi. Masalan, birinchi matnni belgilash uchun qanday belgilash mumkin? Qo'shimcha sifatida ko'rsatib beraman. Shift tugmasini bosgan holatda qo'yvormasdan yurgich strelkalarini bossangiz, siz bilan bir vaqtda harakat qiladi mana. Polni belgilaydi mana. Agar siz pastga qarab yursangiz, u yana belgilab ketaveradi. Bu ixtiyoriy belgilash deb ham aytsak bo'ladi. Bir qatorni belgilash uchun klaviaturadan shu tartibda belgilashingiz ham mumkin yoki bo'lmasa mana bu joyga e'tibor bersangiz, endi menikida biroz o'chib ketgan.
klaviaturalaringizni solishtirib olsalaring bo'ladi. End oxiriga, home boshiga tugmasidan foydalanishingiz ham mumkin. Masalan, shift tugmasini bosdik, qo'yavermasdan endni bosdik. Yoki bo'lmasam endni bossak, kursorimiz, biz o'tgan darsda ham aytdik, kursor qayerda turgan bo'lsa, ana shu yerdan boshlab amal bajaradi Word dasturida degan edik. Bu kursorni boshiga o'tkazishimiz uchun biz home tugmasini bosamiz mana. Ko'rdingizmi? Agar siz buni shift end oxiriga o'tib turib, shift home qilsangiz ham bo'laveradi. Bu ham belgilash hisoblanadi. Belgilashni nima uchun ko'rib chiqyapmiz? Sababi nusxa olish uchun kerak bo'lib qoladi. Masalan, keling mana shu matnimizni nusxalab olaylik. Mana bu bit abzasimiz mana. 3 marta bosdim. Klaviaturadan Ctrl C ni bosaman mana. Ctrl C, S emas. Mana shu jarayonda kompyuter vaqtinchalik xotiraga mana shu matnni olib turadi. Vaqtinchalik. Endi Enter tugmasini bosamanda yangi qatorga tushdim. Endi esa Ctrl V ni bosaman mana. Mana ko'ramiz nima bo'lishini. Ctrl V. Ko'rdingizmi? Tepadagi matnni nusxalab, ikkinchisini pastga yaratdik. Buni V Ctrl V qilib bosaveradigan bo'lsak, o'sha matnimizning sonini ko'paytirib boraveradi siz istagan holatingizgacha. Ctrl Z bilan avvalgi holatga qaytib olamiz. Ctrl Z ni bosyapman. Avvalgi holatga qaytib oldik mana. Birinchi holatga qaytib oldik. Demak, davom etamiz. Demak, hop, nusxa olishni bilib oldik. Sichqonchada aytaylik, ixtiyoriy belgilashlik bilan ham mana chap tugmani bosib, shundoq belgilab, o'ng tugmani bosib, copy istalgan joyga uni pastga qilib, yana pastga qilib, davom etib ko'paytirsak ham bo'ladi. Bu ham bir kichik ko'rsatma sizga. Xo'p, demak, bilib oldik. S ni, V ni, A ni bilib oldik. Endi Ctrl X ga keldik. Bu qirqib olish hisoblanadi. Qirqib olish qanday? Masalan, matn bilan ishlash jarayonini osonlashtiruvchi kombinatsiyalar. Matn bilan ishlash jarayonini kombinatsiyalar so'zining ichidan osonlashtiruvchini belgilab, Ctrl X tugmasini bosamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, aynan o'sha matnni qirqib olib tashladi. Ctrl Z bilan o'rniga qo'yamiz yana. Menimcha tushunarli bo'ldi. Ctrl X bu o'chirish tugmasi hisoblanadi. Ixtiyoriy joyni belgilaganingizdan keyin delete home ga bormasdan shunchaki Ctrl X mana bu joyning o'zida tezkor ishlashlik uchun xizmat qiladigan tugma hisoblanadi. Va oxirgisi Ctrl K bu giper havola, giper murojaat hisoblanadi. Endi buni hozirgi kunda yangi o'rganuvchilar uchun bu biroz og'irlik qilishi mumkin. Shunday bo'lsa ham harakat qilamiz. Masalan, mana bu joyga bitta yangi matn qo'shamiz. Word dasturini o'rgatuvchi video deb yozdim. Va mana shu matnni 3 marta bosib to'liq belgilab oldim va Ctrl K tugmasini bosdim. Bu yerda bu oyna ochiladi va bu oyna aytayaptiki, fayldan bog'laysizmi yoki internetdan bog'laysizmi deyapti. Men bu joyda keling, hozirgi bundan oldingi videomizni gipersilkasini bog'lamoqchiman. Shuning uchun bu yerda men o'zimning YouTube kanalimga kirib olamanda, ana shu videolarimni ichidan mana videoni manzilini olaman. Mana o'sha video. Bu yerda men qanday manzil olaman? Ulashish va nusxasini olaman. Endi bundan chiqib ketamanda adres degan joyga pastga qilib videoyimni tashlab OK tugmasini bosib qo'yaman. Shunda e'tibor bergan bo'lsangiz, gipersilka bog'langan matn rangi ham o'zgaradi va uning tagiga avtomatik tarzda chiziq hosil bo'lib qoladi. Bu chiziq mana bu joydagi underline chizig'i emas. Bu silka bog'langanligini bildiradi. Endi buni bu matnni ko'rgan bo'lsangiz, qay tarzda ishlatiladi? Saqlash jarayonida buni file save as, mana o'tgan darsda ham ko'rib o'tdik. Saqlash jarayonida aytaylik desktop yoki рабочий stol deb keladi. Desktop deb turib, mana bu kengaytmasiga biz agar HTML yoki web page qilib saqlaydigan bo'lsak,
bu hujjatimiz avtomatik tarzda web brauzerda ochiladigan faylga aylanib qoladi. Hozir qayerga saqladik? Рабочий stolga bir qilib saqladik mana. Ochib ko'ramiz. Ochganimizda ko'rayotganingizdek web brauzerda ochildi, Word dasturida emas va o'sha Ctrl K orqali biz tugmani hosil mana shu tugma orqali hosil qilgan gipersilkani ko'radigan bo'lsak, mana ustiga shu matnni ustiga kelib sichqonchani bosganimizda avtomatik tarzda videomiz ochilib ketadi. Bu nimani anglatadi? Bu o'sha matnga havolalarni bog'lab olish mumkinligini bildiradi. Ya'ni siz o'zingiz o'rganishingiz lozim bo'lgan o'sha nimalaringizni videolaringizni barchasini YouTube'dan topib, misol uchun o'sha topgan videolaringizni mana bu Word dasturida chiroyli tartibda bog'lab o'zingiz uchun kichik bir eslatma qilib tayyorlab olishingiz ham mumkin. Ya'ni Ctrl K orqali. Demak, bilib oldik. Oxirgi marta yana bir bor ko'rsatib beraman. Mana shu so'zni ustiga bosganda, aytaylik Ctrl K ni, keling giper havolani ustiga bo'lsin. Ctrl K qilasiz, mana. Shunda mana bu joyga manzil so'raydi, adres. Agar sizni kompyuteringizning xotirasida video bo'ladigan bo'lsa, yo bo'lmasam shunga o'xshash fayllar bo'ladigan bo'lsa, siz istalgan joydan ko'rsatib berishingiz ham mumkin. Masalan, hujjatni ichidan yoki bo'lmasam boshqa joydan qilib topib bersangiz ham bo'ladi. Masalan, masalan, S disk ichidan mana videoni ochib ketsin deb qo'ysangiz ham bo'laveradi. Buni ham sinab ko'ramiz. Qani, ochadimi, yo'qmi? Men hech saqlab ko'rmagandim videoni to'g'ridan-to'g'ri ochishligini. Mana sinab ko'ramiz. Xo'p, mana web page. Web sahifa tarzida saqladim va ikkinchisi hosil bo'ldi. Endi ochib ko'raman. Giper havola. Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Ko'rganingizdek, endi kompyuter o'rganish boshladi. Kompyuter xotirasidagi videolarni ham, havolalarni ham bemalol birlashtirishingiz mumkin ekan. Hozircha qisqa videomiz shulardan iborat. Biz imkon darajasida vaqtini qisqa qilishga harakat qilyapmiz. Maqsadimiz o'rganuvchilar qiynalmasdan o'rganishlari uchun.